Ushbu video darsligimizda sizlarga Demet tizimida kasalxonada davolanayotgan bemorga davolash kursining rejasini qo'shishni ko'rsatib tushuntirib beraman. Demak, Demet tizimidan shifokor moduliga kirganimizdan so'ng panellar ro'yxatidan kasalxonaga qabul qilish paneli ustiga bosamiz. Bu yerda bir nechta bo'limlar mavjud bo'lib, bular yo'llanmalar, jarayonda tugallangan hamda bekor qilingan bo'limlar. Jarayonda bo'limi ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, davolanayotgan bemorlar ro'yxati ko'rinib turadi. Kerakli bemorni topish uchun bemorni qidirish maydoniga bemorning ismi sharifini kiritgan holda qidirishimiz, sana bo'yicha qidirishimiz, bo'lim bo'yicha qidirishimiz hamda davolovchi shifokor bo'yicha ham qidirishimiz mumkin. Kerakli bemorni topganimizdan so'ng ko'rish tugmasi ustiga bosamiz. Kasalxonaga yotqizish to'g'risida ma'lumot oynasi ochiladi. Bu yerdan davolash kurslari bo'limiga o'tamiz va yaratilgan kurslardan kerakli kursni tanlab, ko'rish tugmasi ustiga bosamiz. Davolash kursi oynasi ochiladi. Bu yerda yaratilgan kurs haqida ma'lumot ko'rinib turadi. Davolash kursining davomiyligi bo'limiga o'tib, davolanish rejasini qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Shifokor retseptni qo'shish oynasi ochiladi. Bu yerda maydonlarni kerakli tartibda to'ldiramiz. Qizil yulduzcha bilan belgilangan maydonlarni to'ldirish shart. Demak, ushbu maydonda klinika price listidan muolaja, ya'ni dorini qidirish maydoniga kerakli dorini qidirib tanlaymiz. Manbaga ombordan yoki bemor o'zi xarid qiladini belgilaymiz. Agar bemor individual dori muolajani tayinlash kerak bo'lsa, belgilaymiz va individual shifokor retseptini kiritamiz. Donasi uchun narxini ham kiritamiz. O'tkazilish joyi maydoniga uyda yoki klinikada belgilaymiz. Kun davomida qabul qilish tartibini belgilaymiz. Bu yerda ovqatdan oldin, ovqat bilan birga, ovqatdan so'ng hamda istalgan vaqtni belgilaymiz. Shundan so'ng qabul qilishga eslatmalar bo'lsa, ushbu maydonga yozib qo'yishimiz mumkin. Boshlanish sanasini tanlaymiz. Tugash sanasini tanlaymiz. Va intervalni tanlashimiz mumkin. Bu yerda har kuni, kun ora, har 3 kunda va o'zimning intervalimni tanlab qo'yishimiz mumkin. Tanlangan kunlarimiz ko'rinib turadi. Shundan so'ng bir kunda vaqt va miqdori butun davolanish muddati uchun bo'limiga o'tamiz. Vaqtni kiritamiz va miqdorini kiritib qo'yamiz. Shundan so'ng pastdagi qo'shish tugmasi ustiga bosamiz. Demak, davolash kursining rejasi qo'shildi. Bemorga davolash kursining rejasini qo'shish tartibi shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.